Uy sharoitida sut bilan chesnok oddiy usuli bilan farzandlaringizni gijjalarini to'ksangiz bo'ladi. Ota-bobolarimiz buni qo'llab kelgan, xalq tabobati buni o'zimiz ham yoshligimizda ota-bobolarimiz qo'llab kelgan juda ham oddiy samarali vosita hisoblanadi. Chesnok tarkibida moddalari gijjalarni to'kish xususiyatiga ham ega. Shuni bilib olishingiz kerak. Sut bilan qo'shilganda juda ham zo'r effekt beradi. Gijjalarni to'kmoqchi bo'lsangiz ushbu usulni qo'llang. Avval podpiska, like, tanishlarga ulashishni unutmang. Demak, ulashgan bo'lsangiz, ketdik. Qarang. Xo'p, 200 gram sutga siz bir dona chesnokni olasizlar. Ichidagi bir donasi bo'ladi. Katta chesnok bo'ladi. Ichidan bir dona sug'urib olasiz. Uni sug'urib olib, maydalab, qirg'ichdan o'tkazib turib, 200 gram sutga qo'shib yuborasiz, aralashtirasiz yaxshilab. Va xuddi o'sha misol uchun smesni farzandingizga ertalabda och qoringa berasiz. Bir mahal. 3 kun, 4 kundan keyin Ilhomjon rahmat, kichkina tabib rahmat amallaringizga retseptlarga amal qildik, rahmat deb juda ham ko'pchilik aytgan. Bu misol uchun men 7 yil 8 yillarni gijjam to'kmoqchiman deganlar ushbu retseptni bersam, hammaga zo'r ta'sir qilgan. Kichkina tabib sizga eng sarasi, eng tabiiysi uy sharoitida va xalq tabobatidagi eng yaxshilarini ulashadi. Tanishlaringizga ulashing, sog' bo'ling, kichkina tabib maslahatlariga amal qiling. Bir mahal ishtirsangiz yetadi.